Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizsizlar. Joninglar sog'mi? Sportman 100 kun nomli challenge'imizni bugun 27-kunidamiz. Qiziqarli bir ma'lumot ulashib ketadigandim. Tasvirda ko'rib turganinglar bu inson tanasida yashaydigan, ya'ni kipriklarni orasida yashaydigan bir mavjudotchalar. Ular shunday kichkinaki 1 millimetrda 3 dan 1 ga to'g'ri keladi. Uzunligi. Ular asosan kechki paytda chiqib, biz uyqudalik paytimizda insondagi o'lik hujayralar, ya'ni terida zararlangan joylarini oziqlanib hayot kechirishadi. 20 tadan 24 tagacha tuxum qo'yadi. Buni tabiiy, oddiy qilib aytganda, kosmetolog vazifasini bajaradi. Agar asosan ayollar kosmetologiya mahsulotlaridan foydalanganda, ya'ni sun'iy, ular asta-sekin qirilib ketadi. Qirilgandan keyin haqiqatdan ham sun'iy kosmetologlarga, kosmetologik mahsulotlarga insonning kuni qoladi. Shuni ulashib qo'yay degandim, ya'ni ko'p foydalangani sari sun'iy narsalardan Alloh bergan tabiiy narsalar yo'qolib ketadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.